man o'zi ko'proq moliya yo'nalishidaman. 5 yil oldin o'sha bir qanday bir uyda bir o'tirgan bir juda ham bir sodda anaqa ayol edim. Shuncha pulni qayerdan topamiz, nima qilamiz deb yaxshi mana bizga yordamga hamkorban kelganlar. Qandaydir menda hali nima bor? Ishni bitirish, misol do'q deydimi, shunaqangi. O'shandan pul topish hissi boshlanadi hali. O'sha bilan o'zimiz stressdan chiqarib yuboraman. Bu o'zi ertalab turib ko'zingizni ochganingiz bu katta baxt. Muammo qachon tugaydi? Ketsin tugaydi. Demak, oila bilan birga albatta. Siz o'zingiz hech narsa qila olmaysiz. Albatta har bitta yondosh firmalarimizdan mablag' olganmiz, lekin baribir o'sha bizga yordamga kelgan Hamkorbank. Hamkorbank bilan bizga ishlash qulay. Attagi mutaxassislar, misol mana Bahadilxon qizim o'zi bu farmatsevtikani bitirib uy bekasi bilan o'tirar edi, keyin uni o'qitdi buxgalteriya sohasida. O'qitib, uni ishga jalb qildik. Bahadilxon ham o'zi ota-onasidan o'tgan tirishqoq bo'lib, shu ishga sho'ng'ib ketdi, qiziqdi, o'rgandi. Bunga birinchidan sabab oilasi ham tinch, Xudoga shukr, farzandlari katta bo'ldi. Ishlash uchun bemalol sharoitda bo'ldi. Farzandlarimiz birinchidan oliy ma'lumotli bo'lishdi, aqlli bo'lishdi, g'ayratli bo'lishdi. Keyin birovga mehribon bo'lishdi, qo'l ostidagilarga juda yaxshi qaraydi. Mohidilxon ham, Ayubxon ham, Ulazxon o'g'lim ham. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugungi podkastimiz sonida oilaviy biznes ekotizmi tarixini yoritib bera olgan va bugungi kunda ko'plab ayol tadbirkorlarimizga yaqqol namuna bo'layotgan tadbirkor opamizni faoliyatlarini olib chiqishga harakat qildik. Aynan Hamkorbank orqali bugungi kunda 4 ta biznes faoliyatini yanada rivojlantirish uchun kredit mahsulotlarini xarid qilgan opamiz Mohidil opa Nazirova bizning suhbatda mehmonimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum Mohidil opa. Bizning suhbatga rozilik bildirganingiz uchun avvalambor tashakkur aytaman. Keling, bugun aynan mana shu Qo'qon shahrida biznes turizmi qay darajada rivojlanib ketdi va siz faoliyat boshlagan vaqtdan buyon aynan bugungi kundagi faoliyatingiz orasida qanday tafovutlar seziladi? Biznesga qanday kirib kelgansiz? Shundan suhbatimizni boshlasak. Assalomu alaykum yana bir marta. Rahmat. Shunchalik bizni nima deydi, kamtarona xizmatimizni e'tiborga olib, siz bilan suhbat uyushtirib, vaqt ajratib kelganlaringiz uchun rahmat. Men o'zim Nazira Mohidilxon, Qo'qon shahrida tug'ilganman. O'zi bu biznesga kirib kelishimiz qanaqa bo'lgan? Men o'zi soham farmatsevtika, ya'ni dorixonada ishlab 2 yil ishlaganman. Shundan keyin o'zi uyda endi turmushga chiqib farzandlarning tarbiyasi bilan shug'ullanib turganimda, keyin bizni o'zi dadam, ayam asosan shu tadbirkorlar, ukalarim, oilada 4 farzandmiz. Bitta qizman, 3 ta o'g'il biz. Shu katta ukam, ya'ni Evroprin degan tashkilotimiz bor bizni asosan qadamlar. Shu korxonaga meni ishga taklif qilishgan birinchi bo'lib. Keyin aytdi shu ish kirib ishlab, ishni yuritib turganimda, keyin bu asosan men shu katta ukam ko'proq chet ellarda yuradilar. Keyin bir ko'rib kelib shu mehmonxona, ya'ni bir bizning Qo'qonimizga juda ham mehmon oldin kam kelardi. Asosiy Ipak yo'li, lekin nima deydi? Mehmon kelishi kam. Shuni nima qilib inobatga olib, keyin bir mehmonxona quraylik deb taklif bilan chiqishgan. Keyin men shu yerda shu mehmonxonani sotib olib, asosan shu ota-onalarimiz duolari bilan ularning mehnatlari, shu 3 ta ukam biz hammamiz harakat qilib shu mehmonxonani ochdik. Mehmonxona ochish bilan birgalikda hozir juda ham bir Qo'qonda birinchi o'ringa chiqdik. Bizga mubolag'a bo'lmaydi. Endi bu bilan yana ham hozir ustimizda rivojlanib, yana ham bir yuqori cho'qqilarga erishmoqchimiz, xudo xolasa. Ya'ni davomiy qilib shu biznesni rivojlantirishda endi hozir Toshkent shahrida quryapmiz, xudo xolasa.
bu bilan bizni Qo'qonga mehmonxona ochishimiz bilan albatta Qo'qonga mehmonlar kelishi ham ko'paydi. O'zi mehmonlar kelib yashash joylar kam bo'lgan. Bizda o'zi bitta Qo'qon mehmonxonasi bo'lgan xolos Qo'qonda. Bundan tashqari mehmonxonalar bo'lmagan. Mana biz ochildik, bundan keyin yana yonimizda Silver Road ochildi, yana boshqa mehmonxonalar. Hozir yaxshi, Xudoga shukr. Bizni o'zi niyatimiz shunday bo'lganki, mehmonxona ochishdan mehmon kelib, xuddi o'zini uyida bemalol tasavvur qilsin, komfort holatda bo'lsin degan ma'noda shu mehmonxonamizni ochganmiz. O'zalik qadriyatimiz ham shunaqa. Hali o'zingizda o'zingizni qanday his qilasiz? Hali o'z uyim deydi. Erkin. O'shanday bemalol kelib o'zini o'z uyidek his qilsin. Keyin shatdagi shu butun nima deydi, O'zbekiston, ya'ni chet eldan kelgan odam O'zbekistonni, Qo'qonni, qadriyatlarini ko'rib bilsin deb. Bu joyimiz ham shunday bo'lganki, Qo'qon Xudoyorxonni yonida bemalol kelgan mehmonlar ham o'zini yaxshi his qilish uchun shu sharoitlar yaratdik. Bu juda ham qiyin bo'ldi, oson bo'lmadi. Bu joylarda biz mana shu yonimizda больница bor, shu yerdan sotib olganmiz. Noldan qurdik. Men boshida belki kelganimda endi men o'zi ko'proq moliya yo'nalishidaman, ya'niki moliyalashtirish. Ukamlar loyiha chizishadi, taklif berishadi, shunaqa qilamiz. Hali u joylarni ko'rib turib, shuncha pulni qayerdan topamiz, nima qilamiz deb yaxshi mana bizga yordamga Hamkorbank kelganlar. O'zimizning kuchimiz bilan Hamkorbankning yordami bilan bizga misol mana Yevropa taraqqiyot banki yordam berdi. Shunaqa qilib, yaxshi, men bu darajada o'zimiz ham shunaqa qila olmaymiz deb o'yladik. Yaxshi qilib bordik, ko'pchilik bilan bitta o'zim eshitma qilaman albatta. Ko'pchilik bilan shu kunlarga yetib keldik, alhamdulillah. Aynan zamonaviy va milliylikni uyg'unlashtirishda kim ko'proq bu yerda mas'uliyatni zimmasiga olgan? Buni endi loyihalarni chizishda asosan bizda aytgandek dadam va o'rtanchi ukamlar Asxon borlar. O'shalar mana shu loyiha bo'yicha mutaxassislik yo'nalishlari. Shular shu takliflarni berib, chizib ko'rsatishdi. Keyin qolgan oila a'zolarimiz ham buni tasdiqladik. Endi albatta o'sha aytganingizdek O'zbekiston milliylik-ku endi. Chet eldikini qilib oynakli baland qilib qurib qo'ysak ham bo'lar edi, lekin chet el hamma o'zini davlatida ko'rib kelgan, O'zbekistonga kelganda milliylikni ko'rish uchun shu milliy zamonaviy qilib qurdik. Farmatsevt ayolni aynan biznes sohasiga o'tishi. Undan keyin bo'lsa, mana hozir moliya sohasini o'qidim deb aytdingiz suhbatimiz avvalida. Uchta yo'nalishni birda ushlab turish. Qolaversa, ayol sifatida onalik vazifalari, turmush o'rtoq oldidagi vazifalar, hammasini jamligini qanday ushlab turasiz? Albatta hammasiga o'sha nima deydi, iroda kerak bo'lyapti. Mani onam aytadilar, doim aytadilarki, misol ayol kishi ishlasa qo'lida puli bo'lishi kerak. Chunki bilasiz, doim uyda o'tirib, qolib moliya tomondan ha deb erkak kishiga pul berdi, siz endi yoqmaydi-ku. O'shanda ayam doim ishlanglar, ishlab harakat qilsalaring, qo'llaringda pullaring bo'lsa, o'zlaring bemalol yurasizlar, bemalol o'zingizga qaraysiz, kimgadir bir misol mehmonga bora olasiz, bemalol hadiya bera olasiz, kimgadir yordam bera olasiz, qo'lingizda pulingiz bo'lsa. Boqimandalik bo'lish bu juda birali to'g'ri emas deb o'ylaymiz. Endi har xil qarashlar bor. Kimdir misol ayol kishi ishlamasin, xo'jayini topganiga qarab o'tirsin deydi, lekin misol bizdagi qadriyatimiz ayol kishi ham ishlasin, xo'jayinini ham, oilasini ham eplasin. Yaxshi, mana shu hammasini jamladik, alhamdulillah. Mana hozir shu biznesga kirib kelganimizga 18 yil bo'lyapti. O'zi shu ishga kirgan vaqtimni hisoblasam, bemalol hammasini eplayapmiz. Mana farzandlarimizni o'qitdik, hammalar oliy ma'lumotli, xo'jayinimiz birga, hammamiz tinch o'rta oila bo'lib yashayapmiz. Oilaviy korxonangizni aynan 20 yil oldin Hamkorbank kredit yordamida yo'lga qo'yganingizni aytib o'tdingiz. Demak, bu hozirgi kunda 4 ta biznesni yuritib olasizlar, oilaviy bosh biznes sifatida, boshqalarga asos bo'lgan deb aytsak, menimcha to'g'ri. Biz ona bizneslarimizdan deymiz, Europrint, ya'ni bu qadoqlash upakovka chiqaramiz. Hatto katta ishlab chiqarish, hatto ham 350 dan ortiq xodimlar ishlashadi. Siz birinchi o'sha ishga kirib, ko'rib, o'rgansam, u biznesni ochib qo'yganingizdan keyin hisob kitobini qilish kerak-ku albatta. Hisob kitobini qilish uchun buxgalteriyani borib o'qidim keyin. Buxgalteriyani o'qib, keyin buxgalteriyani o'qiganingizdan keyin o'z-o'zidan yo'nalish moliyaga qarab ketdi. Chunki kelajakda pulni hisob kitob qilish kerak. Buxgalteriya misol bor narsani hisoblasa, moliya kelajakda hisoblaydi. Shundan borib moliya o'qishlarida o'qib, parallel tarzda hozir misol hamma o'sha bizneslarimizni, moliya taraflarini men hisob kitob qilaman, rivojlantirishlarini ukamlar qilishadi. Shunaqa qilib hammamizning o'zimizga belgilangan vazifalarimiz bor.
demak Mohidul opa, keling asmaltga to'xtalib o'tamiz. Asmalt aynan boshqa Qo'qondagi mehmonxonalardan yana nimasi bilan ajralib turadi? Nimasi bilan aynan shu bugungi kunda o'zini taniqlilik jihatdan birinchi o'ringa chiqib oldi aynan Qo'qon shahrida deb o'ylaysiz? Endi buni eng asosan o'sha aytilgandek servis. Ya'ni kim o'sha hamma mehmonxonada bor, lekin biz shu mehmonxonadagi yo'nalishni biz mehmonxona ochganimiz bilan biz buni mutaxassis bo'lmaganmiz. Biz Toshkentdan shu mehmonxona yo'nalishini mutaxassislarni olib kelganmizda, olib kelib ularni 3 yil shu yerda boshqaruvga qo'ydik. Boshqaruvga qo'ydik. Ular shu mehmonxonaga mehmon kirishdan to chiqib ketgungacha bo'lgan holatni bizni xodimlarimizga o'rgatishdi. O'qitib, o'rgatib, shu yerda keyin o'zlari shogird chiqarishdi. Ya'ni hozirgi bitta ishlab turgan bosh menejerimizni tayinlab, keyin shartnomam shu bilan tugadi. Hozir endi yana qaytib shartnoma qildik, yangi mehmonxona qilishni. Men o'ylashimcha, bittaga o'sha mehmonni kutib olish servis yaxshiligi uchun menimcha mehmonlarimiz shuni hisobiga ko'p qolyapti. Eng katta qiyinchilik qanday bo'lgan va siz uni qanday yengib o'tgansiz? Aytibsizki, mana moliyaviy bilimni olmaguningizcha siz farmatsevt sifatida boshqa soha vakili bo'lgansiz. Aynan qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Siz shu 20 yil o'tgan bo'lsa, oradan kirib kelishingizda. Endi misol agar shu asmaltni misolida gapiradigan bo'lsak, o'sha yangi qurilishga olganimizda bizda endi o'zimizda misol uchun unchalik mablag'larimiz ko'p bo'lmagan. Biz o'sha albatta har bitta yondosh firmalarimizdan mablag' olganmiz, lekin baribir o'sha bizga yordamga kelgan Hamkorbank. Hamkorbankdan o'sha kredit oldik. Keyin mana endi hozir ikkinchisini islomiy lizing qilib berishdi, rahmat. Shularning hisobiga bir-birimizga investitsiya jalb qildik-da endi. Ular bizni tushunishdi, biz ularni tushundik. Shuna holatlardan chiqib ketdik. Endi o'sha misol eng katta nima deydi? Vaqt qiyinchilik vaqti o'sha mablag' yetishmasdan qurilish to'xtab qolishgacha kelganda endi. Chunki bizga ham qurilishni olganmiz, muddatlab berishgan. Yo yaxshi, keyin shu investitsiya jalb qilib qurib bitqizdik albatta. Lekin boshida ko'p to'sqinliklar bo'ldi. Misol yurmaydi mehmonxona Qo'qonda deyishdi yoki yo hozir endi mana shu 6 yil bo'lgan bo'lsa, 6 yil davomida hamma o'zi qarashlar o'zgardi. Chunki ko'p mehmonxonalar ochilishni boshladi. Kelib ishlovchilar, albatta ishlagan xodimlar misol o'sha rahbariyatni yoki nimalarni qadriyatini bilib, kompaniyaning qadriyatlarini bilib, shunga qarab misol bemalol kelib ishlab, o'zini xotirjam his qilib ishlayapti. Demak, nima uchun aynan Hamkorbank? Chunki boshqa turizm uchun aynan mo'ljallangan mana davlat banklariga murojaat qilishingiz mumkin yoki boshqa yana bir banklar xizmatdan foydalanishingiz mumkin edi. Siz Hamkorbankka kirib kelishingiz qanday bo'lgandi? Xodimlar ham juda yaxshi. Hali biz даже oldin misol bankka borib ochirib turardik. Hozir yo'q, bank xodimlari kelib o'zlari misol "Apa, vaqtingiz qanaqa boramiz?" deb shular qilib, yaxshi bo'lib, hali odamga o'ziga qulaylik bo'lgandan keyin o'sha odam bilan ishlagingiz keladi-yu. Hamkorbank bilan bizga ishlash qulay. Attagi mutaxassislar, misol mana deydi, aytib o'tsam ham bo'ladi, Ravshanjon misol, Sherzodjon, Asrorxon borlar, Alhamjon borlar. Bular bilan juda ham yaxshi. Ular bilan birgalashib olib, shu asosan misol oldik-ku, shu Hamkorbankning tezda shu binoni ko'tarib olishga bizga unaqa bo'ldi-da, turtki bo'ldi. Shuning uchun oldik-ku, qildik, Xudo xolasa mana ozgina qoldi bag'i. Inshaalloh tugatib boramiz. Demak, oila bilan birga albatta. Siz o'zingiz hech narsa qila olmaysiz. Misol siz zo'r mutaxassis bo'lishingiz mumkin, yo zo'r bir balki plyus ko'p bo'lishi mumkindir, balki sizni el tanigan bo'lishi, lekin siz bitta o'zingiz hech narsa qilmaysiz. Albatta siz yoningizda oilangiz, sizga ishongan odamlar, sizning komandangiz bo'lsagina siz nimadir yutuqlarga erishasiz. Albatta mana shu yerdagi o'sha aytilgandek Qo'qonda eng zo'r mehmonxona bo'lish uchun ham ishda ishlab turgan komandada endi 50 dan ortiq xodim bizda. Har bittasini o'rni bor. Bittasi kelmay qolsa o'shani o'rni borda ataman doim. Ishlab chiqib ketgan odamning ham o'rni bor. Misol hali atadiku, nima deydi, bitta asfaltda misol tomchi o'yib yuboradi vaqti kelsa, ko'rganmisiz? O'shanda misol oxirgi tomchi o'ygan deyilmaydi-da, unga o'sha misol nechinchi millioninchi tomchida o'yilgan bo'lishi mumkin, lekin birinchini izi borda baribir o'sha yerda. Sababli har bitta ishlagan xodim komanda asosan katta rol o'ynaydi. Bu yerda mana 50 tadan ortiq xodimlar va 70% asosan ishchi xodimlarni ayollar tashkil qilar ekan. Aynan shu jarayonda ish faoliyat olib borayotgan xotin-qizlarni siz qanday rag'batlantirasiz? To'g'ri aytdingiz. Albatta asosan mana shu yerda o'sha ayollarni rag'batlantirish deganiga o'zimni qandaydir ayol rahbar bo'lganim ko'proq foyda beradi. Hali ayol kishi bemalol kelib o'zini dardini, hasratini ayta oladi.
aytganda ularni tushunib, misol uchun oilaviy sharoitini tushunamiz, ularni ishga kelishini yoki bir boshqa bir sog'ligini shunaqalarni qilib turib, ularga ko'proq o'sha tomondan yordam beraman. Ya'ni misol ishdan tashqari holatda yo bo'lmasa sog'lig'iga, mana misol bizda ijtimoiy paket deymiz. Bir oyda 2 marta hamma xodimlarga misol haftalik bozor ucharlar qilib beramiz. Ya'ni kim o'sha misol bozor ucharini ham o'ylamasin. Ya'ni hech yo'q misol bir haftaligini qilib bersa, siz unda muammo yo'q. Hali voy bozor qilishim kerak deya boshqa narsa degan narsa bo'lmaydi. Keyin misol o'zimizda mana endi diagnostika bor deb aytdim. Shunga misol biz o'zimiz tomonidan alohida beramiz xodimlarimizga voucher borib bemalol sog'liqlarini tiklab kelishlari uchun. U ham alohida o'sha oyma-oy ketadi. Shuni hisobiga olib, bularda shu hali muammosi kamroq qolsin deymizda, ishxonaga kelganda faqat ishini o'ylasin degan ma'noda ularga ko'proq ularni tushunganimiz uchun ular biz bilan yaxshi ishlashyapti. Qulaylik sharoitlar bor. Qulay sharoit. Rizq hali misol ishxonaga kelib uyida balasi kelsa yoki bir bozori yo'q yo nimadir bo'lmasin deymizda, shuni kelganda gaplashib, o'shaning uchun ular ham ochiq. Nimadir muammosi bo'lsa bemalol kelib hali tortinib o'tirib, voy bu rahbarning eshigidan kirolmaydi deb o'tirmaydi, bemalol kirib kelib gapirib, opa shunaqa desa, bemalol biz ham yordam beramiz. Albatta hozir endi boshqarishda o'sha bosh menejerimiz borlar. O'sha ishga olgan har bitta xodimni o'zlari tayyorlashadi. O'zlari reglament asosida tayyorlab, o'rgatib, o'sha ishga qo'yishadi. Hamma o'qib, o'rganib, shu arada o'qitadigan yo'nalishlarimiz bor. Har bitta yo'nalish bo'yicha, misol xona sotish, restoran yoki nima deydim, o'sha shularni hammasini o'qitib kelamiz. Ustoz shogird an'anasi borda. Keyin ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Arada misol ularni dam olishlarga jo'natamiz. Misol mana O'zbekiston bo'ylab Xorazm, Samarqand hamma ham bora olmaydi-da endi. Sanatoriylarga yo'llanma beramiz. Shular borib dam olib kelsa xursand bo'ladi. Sizni biznes ledi deb atasak ham bo'ladi. Hozir aynan ayol tadbirkorni oila bilan birdamlikda ish olib borishi, oilaga vaqt ajratish masalasi bor bir tarafdan. Alhamdulillah hammasiga erishyapmiz. Etap-etap. Chunki o'sha aytganimdek misol farzandlarimiz katta qildik, o'qitdik albatta oilada xo'jayinim birgalashib. O'sha aytganingizdek misol mana bir hafta ishga boramiz, albatta yakshanba kuni uyda biz. Ishdan borib ham o'sha oilaga vaqtimizni ajratamiz. Misol hozir uyda nevaralarim bor, misol. Semlik bajansiz ham demak. Ishdan borib ularga qarayman, misol, voy men ishdan charchab keldim deb kirib yotib olmayman. Nimagadir hali g'ayratimiz bor. Allohdan so'raymiz, doim shu kuch-quvvatimizda qolaylik. Shunday. Endi to'g'ri, har bitta oila bor, muammo bor, mana ayamta gaplari bor. Oldi voy muammo bo'ldi desam, muammo tugamaydi. Muammo qachon tugaydi? O ketsang tugaydi deyishardi. Yo hozir o'qib tushunib yetdikki, muammo ketsangiz ham tugamas ekan. U qachonki jannatga tushsiz keyin tugar ekan. O'shanday jannatga tushib olishga harakat qilyapmiz endi. Bu dunyoda ishlab, yaxshi amallar qilib. Demak, Mohidil opani 10 yil oldingi siz va hozirgi Mohidil opa qanday farq bor deb ayta olasiz? Tadbirkor ayol sifatida. Bir 10 yil emas, 15 yil oldin desa bo'lar ekan. 15 yil oldin o'sha bir qanday bir uyda bir o'tirgan, bir uy bekasi bo'ladi-ku, shunaqaga yaqin farzandlarim endi kichkina bo'lgan, misol qaynotam. Boshida o'zi qiziq bo'lgan. Men o'zi ishlayman dirdim-da, shu yoshligimdan shalik o'qiganim uchun ishlayman desam, uyda ayam dadamlar, qaynonamlar hali balangiz yosh, ishlamaysiz. Endi xo'jayinim ham rashchiroq nima. Yo'q, kerak emas ishlamaysiz deyishardi. Yo'q, keling, menda shaxtni ko'rib hammaylar boravering. Oilaviy ekan, ukangizlar bilan ruxsat berishgan. Juda ham bir sodda ayol edim, haligi. Endi hozir misol mana ish jarayonida o'sha aytganingizdek 10-15 yilda farqi hozir ko'pchilik tanimaydi. Chunki qandaydir menda hali nima bor? Ishni bitirish, misol do'q deydimi, nima deydi? Shunaqangi borib o'sha joyda gapirib, qilib ishni hal qilish kerak-da endi. Boshlagan ishni hal qilish kerak, oxiriga yetkazish kerak. Keyin bitirmasam bo'lmaydi ishni. Ishlagan joyida kesadigan ayolsiz demak. Ishni bitirmasam uxlolmayman. Tadbirkorlikdan boshqa qanday hobbilar bilan ham shug'ullanib turasiz? Mana ayollarga motivatsiya uchun, ayollar aynan uyda o'tirib ham qanday mashg'ulotlar bilan aynan mana shu tadbirkorlikka qiziqish ortidan qanday tavsiyalar bera olasiz? Umuman ayollarimizda bugungi kunda nima yetishmaydi deb o'ylaysiz? Hozir meni o'ylashim bo'yicha misol mana ayollarda xohlaydi yaxshi kiyinib, yaxshi yeb ichib yoki yaxshi narsa qilishni-yu, lekin harakat kamga o'xshaydi. Xayolda shu misol xo'jayini topsa,
shu bilan birgalikda bo'lsin deb o'ylasa kerak. Endi balkim meni fikrim bu. Bekor o'tirish to'g'ri kelmaydi. Men misol o'sha mana ishga chiqmasimdan oldin uyimda 2 yosh balam bo'lsa, men o'zim o'shandayoq pechonni pishirib sotishni boshlaganman-da. Uyda o'zidan pishirib berardim. Unda kichkina tashqarida bitta kommersiya magazinimiz bo'lardi. O'shitga pechonni, listda pechonni pishirib berardim. Ukam sotardilar hali. O'shandan pul topish hissi boshlanadi hali. Qo'limda pulim bo'lsa, bemalol nimadir ola olaman yoki kimgadir bunaqa yaxshi ko'rgan hobbim bor, sovg'a berish. Odamlarga yaxshi sovg'a bersam, ular o'sha sovg'amdan foydalansa yo kiysa yo maza qilsa xursand bo'laman. Shuning uchun kimgadir narsa bersam, albatta ko'rib, razmeri bir narsasini beramanki, kiysin o'sha, xursand bo'lsin. O'sha narsalar menda shu yoshligimdan bor. Shuning uchun odatda ayollarimiz sovg'a olib xursand bo'lishadi. Yo, men sovg'a berib xursand bo'laman. Sovg'a berib xursand bo'laman. Shuning uchun doim Xudodan so'rayman, berguvchi qo'l qilgan hamisha meni. Doim berib yuradi. Shunaqa tavsiyam endi baribir o'tirib qolmaslik kerak. Mayli, u xo'jayinni tashqariga chiqishga, ishlatishga qo'ymasdir yoki bir muammosi bordir. Lekin ayol kishi baribir uyda nimadir qilib topish kerak. Misol, uyda ish ko'p, lekin vaqt topsa bo'ladi. Mana misol men ishlab ham uyda shuni eplaganman-da. Qanday misol ishdan boraman, kechqurun hamma ishimni qilaman. Menda bitta yana bitta hobbim borki, ayniqsa juda bir endi bu yaxshi hislatmi, yomon hislatmi? Juda bir qattiq nervini chiqsam yo bir ishim bitmay qolsa, hali bir ketib olmayman, shu telefonimni o'chirib yengimni shimarib fizik harakat qilishga tushib ketaman. O'sha bilan o'zimni stressdan chiqarib yuboraman. Kunda o'zimga misol unaqam bor. 6000 qadam yurishim kerak. Ishxonada o'zi yurib kelaman, yana baribir ertalab bomdoddan keyin 1 soat, kechqurun 1 soat, ovqatdan keyin yurib o'zimni unaqa qilib yuraman. Kamdan kam ayollarimizda unaqa o'ziga vaqt ajratish to'g'risi. Har taraflama o'zingizga nima deydi, vaqt masalasini to'g'ri rejalashtirar ekansiz. Demak, xo'p, sizda tadbirkorlikda eng ko'p ruhlantiradigan narsa nima yoki kim? Onam. Onangizlar. Onamdan men ko'p o'sha ruhlanib, ayam ko'z tegmasin, o'zlarini tengdoshlariga nisbatan ham nima deydi, ham harakatchilar, ham hamma yoqqa erishganlar. Men hali onamga havas qilib shu yo'ldan ketyapman. Xudo xolasa umrlar uzoq bo'lsin. Eng katta motivatorim ham onam. Onangiz sizni hayotda ruhlantirib turadigan inson sifatida aytib o'tdingiz. Adashmasam, bugungi kunda hoji onamiz ham bitta tadbirkorlikni faoliyati bilan shug'ullanayotgan ayollardan, haligacha kuch-quvvatlarini yo'qotmaganlar va ularni faoliyat sohalari haqida ham ozgina aytib o'tsangiz va suhbatimiz jarayonida ularning faoliyatini ham yoritib ketamiz. Albatta, ayam o'zlari o'sha institutni bitirganlar. Evramed diagnostika degan firma ochganmiz. Shunga hozir hojona o'zlari ham rahbar, ham boshqaruvchilar. Ishda mana hozir shu yoshga kirib, ishni boshqarib xizmat qilib o'tiribdilar. Albatta hammaga ham foydali deyadi, maslahatlari o'sha o'zimizda Evramedda ishlaydilar hozir. 2013-yilda ochganmiz shu yerda. Mana hozir 15 yil bo'lyapti, Xudoga shukr. Avval 100 ta, 200 ta odamga xizmat qilgan bo'lsak, hozir kuniga 400 ta, 500 odamga xizmat qilamiz kuniga. Odamlar kelishadi, minnatdor bo'ladi. Shahar bo'yicha arzon ham sifatli. Bizda mana shu 1000 xildan ziyod analiz o'zimizda ko'ramiz. Apparatlarimiz o'zimiz sotib olganmiz. O'zimiz ishlatadigan mutaxassislarni o'qitib tayyorlaganmiz. Mana shular kelib ertalabda topshiradigan bo'lsa, iloji boricha tez va sifatli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Qo'yinki qaysi sohada bo'lsa, hammasini tekshiradigan apparatlarimiz bor. Mana Covid vaqti bo'ldi, hamma chegaralar bekildi. Covid bormi, yo'q, analizlar Qo'qon bo'yicha bitta bizda bor, Covid PCR analizatorimiz. Buni ham aytganingizdek sizlarning yordamlaringiz bilan olganmiz. Mana endi hozir bu apparatni bo'sh qo'ymaymiz. Qondagi gepatitlar bormi, ularda jigardagi boshqa sinamalar bormi, hammasini shu analizatorimiz orqali tekshirib xalqimizga xizmat qilib kelyapmiz, Xudoga shukr. Bizda atamani hammamiz ishchi. Hozir endi o'zimizdan keyingi farzandlarimizni tayyorlayapmiz ishga, Xudo xolasa. Sizlardan o'rnak olsa arziydi farzandlar ham. Biz navbatdagi 5 yillik rejalaringlar haqida ham, agar sir bo'lmasa albatta. Ya, albatta sir emas. Mana hozir o'zi
mana bu yil 6 yil bo'lganimizda Qo'qondagi rejamizda o'zi 5 yildan keyin alohida katta rekonstruksiya edi. Mana hozir tugayapti, ko'rgan bo'lsalaring, remont ishlari ketyapti. Keyingi ishimiz o'sha Toshkentdagi asosan katta mehmonxona quryapmiz. Shayxontohur tumanida. Hatto 6 etajli mehmonxona qurdi. U ham milliy uslubda. Hozir shuni bitirish arafasida. Katta hamma nima deydi, fikrimiz ham nimamizni hozir o'sha yerda jalb qilganmiz. Unga chet eldan mana Intercontinental brendini olish harakatida biz. Bu ishlar juda katta ham mablag' ham vaqt sarf qilyapti, talab qilyapti. Shulardan kelib chiqib shu mehmonxona olib rivojlantirish, keyin yana bitta qo'shimcha o'zimizning erkin iqtisodiy zonamiz bor. O'sha yerda yangi yana bitta qo'shimcha firma ochish, xudo xolasa. Atga endi shu mehmonxona qilib ochmoqchimiz. Ya'ni kim bizda hozir erkin iqtisodiy zonalar hamma respublika bo'yicha rivojlanyapti-yu. Aytga chet elliklar kelib investitsiya tikib, o'sha ishlab chiqarishlar ochyapti. Ya'ni mana misol Xitoy davlatidan. Hozir biz o'sha rejamiz shu erkin iqtisodiy zonasiga bir kichikroq, ya'ni bir hostelga o'xshagan narsa qurish va o'sha kelgan mehmonlarni o'sha yerda o'zida xizmat ko'rsatish. Atga ham hisob kitobimizga asosan 70 ga yaqin xodim ishlaydigan joy ochamiz. Hozirgi kunda o'sha jami ishlab turgan firmalarimizda 500 dan ortiq xodim ishlaydi. Biz shuni 5000 taga yetkazmoqchimiz. Keyin misol mana o'zimizning boshqa yondosh firmalarimizda ham, masalan, mana Yevroprintda 320 ta xodim bor, Evrometda bor. Bizni o'zimiz shu oilaviy maqsadimiz, ya'ni kim shu odamlarni ishlatib ularga foyda berish. Ya'ni odamda hammani rizqini Alloh beradi, lekin kimdir orqali beradi. Shunga sababchi bo'lishimizga niyat qilganmizki, misol 5000 ga yaqin odam ishlatsak, biz baxtli xursand bo'lamiz. Balki bundan ham oshar. Lekin hozir o'zi sanasiz misollar kelib ishdan bo'shab boshqa bo'lgan xodimlar undan soni ko'p, lekin kelajakda shu hamma firmalarimiz jamlaganimizda bizda 5000 dan ortiq xodim ishlash kerak. Deymiz. Albatta bunga o'zimiz boshqarib turgan firmalarimizda o'zimizga yarasha shogirdlarimiz bor. Ya'ni bizdan keyin bizni ishimiz davom ettiruvchilar, ularni albatta o'qitib tayyorlayapmiz. Buni xodimlar bir nechta. Shularni ham hammasini o'qitib tayyorlab, o'zimizga nima deydi, o'rinbosar qilib tayyorlaymiz. Xudo xolasa tayyorlayapmiz ham. Agar ortga qaytish imkoniyati berilganda sizga 15 yil orqaga nimani to'g'rilagan bo'lardingiz? 15 yil orqaga qaytish bo'lganda endi bir ikkita tilda o'rganishga qaror qilgan bo'lardim. Misol til masalasi sizda. Til masalasi. Hozir ham misol nima deydi, rus tilini bemalol gaplashamiz. Ingliz tilini endi tushunamiz, gapira olmaymiz. O'zimda qo'rquv bor. Chunki o'zim ham yoshligimda 9-sinfni bitirganim, 10-sinfni bitirganimda ingliz tilida olimpiadada yaxshi o'rinda olganim uchun meni o'zimizning maktabimizda ingliz tili o'qituvchisi qilib olib qolishgan. Yondosh o'qituvchi sifatida ingliz tili o'qituvchilar kam bo'lgan. Keyin ingliz tiliga pedagogika topshirganimda unda rizqim qo'shilmadi, keyin farmatsevtikaga ketdik. Qaytib bo'lganda o'sha ingliz tilini o'rganib yoki bir fransuz tilini o'rganib, tillarga e'tibor berar edik. Endi o'sha sal kechga qolganimiz shu bir arab tilini o'qib, Qur'onlarni o'qishni vaqtliroq o'rganganimiz deb o'ylayman. Lekin hozir mana kechga qolmadik. Hozir ham ahd qildik. O'rganib hozirgi yoshimizda ham alhamdulillah o'qiyapmiz. Shunaqangi hamma narsani yoshlikda qilsangiz o'sha aytiladi-yu, yoshlikda toshga yoziladi deydi. To'g'ri. O'shanday tavsiyam bo'lardi yoshlarga, ayniqsa shu ko'proq tillarni o'rganib, o'zi uchun maqsad qo'yib ishlasa yaxshi. Yana bir savolim, ayollik baxti surati sizda tasavvuringizda qanday? Ayollik saodati surati. Baxt rasmini chiz desa masalan sizga qanday rasm chizgan bo'lardingiz? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Endi nima desam ekan? Bu o'zi ertalab turib ko'zingizni ochganingiz bu katta baxt. Albatta. To'g'rimi? Sizni misol
kimga kerakligingizni his qilganingiz bu katta baxt. Mani hozir o'sha aytganim, o'zimni baxtli deb his qilishim ham insonlarga kerakliligimdan baxtli deb his qilaman o'zimni. Ya'niki menda misol ota-onalarim borligi, oilam, farzandlarim, o'zimni sog'-salomatligim. Lekin eng kattasi kimgadir kerakligingizni his qilish bu juda katta baxt. Xo'p, demak Hamkorbankdan kelgusida qanday yana xizmatlarni kutyapsiz siz? Xudo xolasa Hamkorbankdan yangi islomiy lizing bo'yicha hozir yangi proyekt qilyapmiz. O'sha $2 million yangi investitsiya jalb qilib, Hamkorbank bilan birgalikda yangi firma tashkil qilmoqchimiz. U ham asosan shu ishlab chiqarish bo'ladi. Endi chunki bizda Qo'qonda odamlarni ish bilan band qilish kerak. Ishlab chiqarish bizda kuchaytirish kerak. Shuni hisobidan biz hozir o'zi Hamkorbank bilan shu rejalarimiz. Keling, ham tadbirkor, ham farmatsevt, ham bugungi kunda ona, eng avvalo mana shu 3-4 ta vazifalarni bitta yelkasiga jamlagan ayol sifatida ayollarimizga o'zingizni motivatsion bir gaplaringiz bilan suhbatimizni yakunlasak. Endi ayollarga tavsiyalarim shu, avvalo o'ziga ishonch kerak odamda. Shu narsani qila olaman degan ishonch bo'lsa, shukronalik hissi bo'lsa, albatta hamma narsaga erishadi. Hali men ishni qila olmayman deyish, bu o'zini o'zi cho'ktirish deb o'ylayman-da. Chunki men bir xil o'ylayman, men buni qila olmasam kerak deyman-da, yo bitta uxlab turib o'ylab ko'rib, yo men shuni qilishim kerak. Turma Hodilxo o'rningdan qilishing kerak deyman-da, turib qilaman. O'shanda tavsiyam avvalo o'ziga ishonch, keyin albatta Xudodan so'rash, ya'ni kuch-quvvat. Albatta keyin yaqinlarda nima deydi, ko'magida endi. Shunaqangi. Hech qachon birovga qaram bo'lib qolish to'g'ri emas. Odam o'zini o'zi nima deydi, tiklash kerak, o'zini o'zi boqa olish. Sog'lommisiz? O'zingiz men bir xil achchig'im keladi-da, masalan, ishxonalarimiz bo'lsa, sog'lom odamlar tilanchilik qilib keladi. Men bundan juda ham xafa bo'laman. Biz beramiz, misol, xayr, saxovat bu bor, lekin haqiqatda o'sha nochor odam so'ramaydi hech qachon. Sog'lom odam hozirgi kunda juda ko'payib ketdi. O'shaning uchun meni tavsiyam ayol kishi hech qachon birovdan narsa so'rashga muhtoj bo'lmaslik kerak. Buning uchun o'zi harakat qilib, o'zi ishlash kerak. Chunki hammada qobiliyat bor-da, hammada qobiliyat bor. Faqat buni ishlatish kerak. Ishlash kerak, tavakkal qilish kerak, Xudodan. Aytadi-yu, haligi bir kinoda ham sportsmenka, ham yulduz, ham aktrisa deb ana shu hamma xislatlarni o'zida jamlagan ayolsiz. Menimcha har o'zbek ayoli timsolini bemalol ko'rish mumkin sizda va aynan tadbirkorlikka ilk qadamni qo'ygan ayollarimiz ham sizdan qo'rqmasdan motivatsiya oladilar deb o'ylayman. Va kelgusi faoliyatingizda, bundan keyingi mana shu biznes yuritishdagi faoliyatingizga kattadan katta zafarlar, omadlar, rejalarda nima deydi, ilg'orlik, men ayolman demasdan mana shu katta ishlarni yo'l boshida turibsiz ekan. Birgalikda oilaviy biznesingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Suhbatimizga ehtimolganingiz uchun tashakkur. Sizga vaqt ajratib kelganingiz uchun